Assalomu alaykum. Yana bitta obyektimizga yetib keldik. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, oldi tomon tuniki fon bo'lyapti, past tomonda alki fon bo'lyapti. 15 metrdan deyarli quyosh tushmasa, farqi bilinmaydi. Bu polniy remontini qilib chiqishayotgan ekan bolalar. Biz bu yoqda uyimizning ichkari tomonlarini mana tuniki fon bilan qilib chiqqanmiz. Alki fon dizayn. Yana takrorlab o'tamiz. Okalar tuniki fonda stiki bo'ladi. Stiksiz bunaqa narsa bo'lmaydi. Okalarimizni tiyaga yopishtirib ketishayotgan ekan. Komil necha kundan beri ishlayapsan bu yoqda? 4 kunda shuncha joyi urib chiqdik. Endi bu yoq tomonni ham tuniki fon qoriladigan bo'lsa, qancha skromli narsa bo'ladi. Uyga qosh tomonlarini ham polniy qilib chiqqanmiz. Ko'rayotganingizdek, mana bu yoqlari ham bo'lgan, bu yoqlarini ham bitirdik, xudo xolasa. Xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar, uylarning fasad qismini xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz.